Men Xorazm viloyati Xonqa tumanidagi 1-umumiy o'rta ta'lim maktabining ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Matmuratova Malohat Azadovna bo'laman. Bugun Xiva shahridagi pedagogik mahorat markazida yil o'qituvchisi tanlovining 3-bosqichi o'z ishini boshladi. Men ham bu tanlovda nomzod sifatida qatnashyapman. Oldingi 1 va 2 bosqich tanlov natijalarida 1-o'rinni egallab, mana 3-bosqichga ham yetib keldik va biz uzoq kutgan jarayon, uzoq kutgan vaqt mana yetib keldi. Bugun Xiva shahridagi pedagogik mahorat markazida yil o'qituvchisi tanlovining 3-bosqichida o'qituvchining ma'naviy ma'rifiy ishlari yuzasidan o'z ustida va shaxsiy rivojlanish ustida qilayotgan ishlari bo'yicha taqdimot bo'lyapti. Barcha o'qituvchilar bu taqdimotga o'zlarining startap loyihalari, ma'naviy ma'rifiy sohada qilgan ishlari bo'yicha o'z taqdimotlarini namoyish qilib qatnashmoqdalar. Bu tanlovni o'tkazilishi bo'yicha o'z fikrlarimni aytsam, barcha tanlovni ishtirokchilariga juda katta rahmat aytmoqchiman, chunki juda yaxshi sharoitlar bilan ta'minlangan. Men oldin ham yilning eng yaxshi fan o'qituvchisi ko'rik tanlovining respublika bosqichida g'olib bo'lganman, lekin u paytda o'qituvchini bunday taqdirlash bo'lmagan. Mana prezidentimizning qarorlari bilan yil o'qituvchisi tanlovi yangicha bosqichda bu yil boshlandi. Bu tanlovda ham men ona tili fani bo'yicha yana shu tanlovda ishtirok etib, g'oliblik uchun harakat qilmoqdaman. Barcha ishtirokchilarga omad tilayman.